Azizlar, geç yaqtiliganmi? Hozir bir ukamiz video tashlabdi. Shu haqida bir qisqacha ma'lumot qilib o'tmoqchiman. 90% mashinalarda uchraydigan muammo bu bezonatsiz qizib erib ketishi bo'ladi. Bunga sabab esa 4-pokoleniya gaz qo'yilgandan keyin bunga постоянно pil stok ketib. Eshitganlaringizdan benzonatsiz erib ketishini asosiy sababi bakda benzin qolmasligining sababi 4 litr 5 litr benzindan kam bo'lmasligi kerak. Iloji boricha minimal 10 litr benzin bo'lishi kerak. Yo'q, ko'pincha bee'tibor qolib ketadi. Benzonatsiz yurmasligi uchun necha tamizlasangizlar, liboy bir elektrika borasa, benzonatsiz blokirovочный relay qo'yib beradi, ya'ni gazi o'tgan paytida benzonatsiz ishlamaydi. Shuning uchun e'tiborli bo'lib, постоянно bakda benzin bo'lsa, bir narsa hech nima qilmaydi, benzonatsiz ayramaydi. Bak benzinsiz qolsa, benzonatsiz qizib sirasi gap topadi. Shuning uchun tanlov o'zingizda bexavotir bo'lish uchun orqaga yurman desangizlar, relay qo'ydirasizlar. Mana kelib qo'ydirishingiz shart emas. O'zingiz u yonda har kim o'zini o'rganishgan ustasi bo'ladi. Blokirovочный relay qo'ysangizlar, вообще безопасный bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manfaatli bo'lsa, bizlar ham xursandmiz.